Gapiraveraymi? Gapirish kerak. It makes me happy when my parents look at me with pride. Maqsadlarimga erishganimda onam ko'zidagi faxrni ko'rish. Oilam xursand qiladi. Watching interesting films. Nima baxtli qiladi aytaymi, meni shu hamma sessiyalardan yaxshi baholarga o'tish. Masalan, Sapromatdan, keyin lokomotiv tuzilishlardan shu yaxshi baholarga o'tsam, shu o'zimni baxtliman. My friends are make me happy. Bunaqa siyosat narsalar gapirmaylar. What? Just being myself makes me happy. Ertalab 10 gacha uxlash. Money makes me happy. Wait a minute. Who are you? Meni ko'proq rap qo'shiqlar baxtli qiladi. Getting the allowance to the mid exams and then getting the good marks from the university makes us the happiest. Informatikadan sessiya bilan oraliqdan o'tmasam bo'ldi hozir. Yaqinlarimning doim qo'llab-quvvatlashi. Universitetni tezroq bitirish baxtli qiladi. Meni 20 million stipend olish xursand qiladi. Rektorga aytib qo'yinglar. 20 million o'zi hayotingda ushlab ko'rganmisan? Hamma fandan 5 olish. Talabalarning darslarga qoldirmasdan darslarga kirishi meni juda ham baxtli qiladi, to'g'risini aytganda. What makes you happy? Definitely a new books. Definitely money. Money can makes me so happy. What? Mani ishim va meni yaxshi ko'rgan insonlarim meni har doim xursand qila oladi va bu men uchun baxt. Oilam bilan birga vaqt o'tkazish va juda ko'p joylarga sayohat qilish. Odamlarga foydali bo'lish.